Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon Qalbdan qalbga nomli programmamizning 14-sonli ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Allohning rahmati bilan mana bu muborak oyning harfisidan boshlab har kuni iftordan burun huzuringizda bo'lib o'tgan programmamiz har xil temalar bilan muhtaram ustozlar bilan davom qilyotdi. Allah subhanahu va taolo mana hash-pash tuguncha bu muborak oyning 20ga kelib qolaydi. Qilgan barliq amallarimizni dargohida qabul qilib, shu mag'firatiga erishgan, Allohning jannatiga erishgan, shu jannatlik bo'lib ketgan shu bandalarning qatoridan qilishini tuvanchilik bilan so'raymiz Rabbimdan. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi programmamizning aziz mehmoni ilgirmi istiqlolda suhbatida anglagan, ammo tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi a'zosi shundaqla Ustuqbo'raxon madaniyat Ustuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfi muavin raisi Umar Qarajim taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallari orqali tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni shundaqla savol bo'lsa so'rashinglarni yo'llashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugun biz e'lonimizda bergandek, bugungi temamiz intayin muhim bir mu'minning hayotida bo'lmasa bo'lmaydigan darajadagi intayin muhim bir tema, u bo'lsa omonat temasi. Omonat deyilgan vaqtida har qanday insonning kallasiga eng oldin bilan iqtisodiy muomala kelishi yoki birisiga omonat qo'yib qo'ygan narsamiz damonliq qo'shib kelishi mumkin. Ammo lekin bu so'z haqiqatan uning doirasi o'z ichiga oladigan doira u qadar kengriki, Qur'oni Karimda Allohmi osmonlarga va zaminga shu omonatni biz qabul qilish uchun tanlagan vaqtimizda ular Allohdan marhamat talab qilib rad qilgan, buni qabul qilolmaydiganligini inson qabul qildi deb buni nurg'ulg'an sharhlaydi. Şuna bugün vaktimiz kısa olsa bu qandaq amanetdi acaba biz müminler qilishga tegishli bo'lgan osmon zamin ko'tarishdan Allohdan marhamat tilab buni men ko'tarmasam degan amanat qaysi amanatdir deganni bir tushunib beqish uchun huzuringizda o'ltiribdik. Hurmatli ustoz, unda bo'lsa bu temamizga amanat degan nima degan so'zni mashaqirgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve mevala emma ba'd. Oldu veren Allah subhanahu ve ta'aladın muşu mübarek ayni bütün İslam ümmetinin ki yüzüge yakınlaşığa vesile kılışını, ulağı bir çıkış yol ata kılışını tileymen cümüldün diyarımız Şarkı Türkistan'daki mazlum milletimizge Allah subhanahu ve taala muşu mübarek ayda öz rahmet nazarı bilan qarab ulağı chiqish yo'l ato qilishini, ularning qadamlarini iymon ustida mustahkam qilishini, pat yaqinda tajovuzchi, Xitoy tajovuzchilari tarafidan qilinayotgan zulmdan qutulishni Allah subhanahu ve taoladan tilayman. Sizlar yuqorida aytgandek, bu omonat degan islomdagi eng muhim bo'lgan bir sifat. Amanet diyen kelime bizim tilimizde o'xshashlam amanet deyildi. Arap tilida amanet, emn, iman deydigan 2-3 söz var. Bunun asası yıldızı bir. Amanet diyen bizim tilimizde işençilik buluş, emin buluş diyen ma'noni ifadalasa, iman diyen işenci qilish, iman etish degan ma'noni ifodalaydi. Amni degan xotirjamlik, istiqror jamiyatdagi muqimlikni ifodalaydi. Shuning uchun biz islomdagi omonatninki naqadar muhim ekanligiga qaraydigan bo'lsak, yuqori deyilgandek omonat degan gap insonning oldiga tilga ilingan aman qalbimizga kishilar bir-birisiga qo'yib qo'ygan amanatlar, qarzlar, göreler, muşnun qo'shgan narsalar darhol zehniga keladi. Amaliyotda bu amanet. Allah subhanahu ve taala Qur'on-i Karimda Ayetul Mudayina deb eng uzun bir oyat var. Sura Baqara'ningki oxirisida
bir sebebden çıkarak kildiğen. Muşu Müslümanlar bir-birisi bilen qarz erişkandan keyin onu yazışınınki muhimliğini bayan qıplam, onun aqısıdan فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتْمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهِ diyen. Yani sizlerinin birinlağa işinip, şenci kılıp amanet koygan bolsa, amanet koyalgan nesini ada kılsın. Bunu ada kılışta hıyanet kılmay, perverdigarıdan korksun diyen. Yani bu mu? Bir nevi amanet. En mühim amanetlerninki biri. Ama amanet bulanma maddi nesi qırtılam doğrusu onda qamaz. Amanetinki türlü bekçik. Evlatla ailede amanet. Bula yaxşı terbiyele en doğru sapalık güzel terbiyeleniş gerek. Ayal ergen nispeten amanet. Bunun hakkıga tecavüz kılmay, illik muamele kılıp, xuddi ondan paydalanğandak üstedeki mecburiyetini ada kılıp bu amanetke raya kılış gerek. Şunun oxşaş insandaki sağlamlık bu amanet, insan bunu muhafizat kılış gerek. Malma baylanın kuludaki amanet, herkes Allah subhanahu ve taala ulanı yaxşı görüp gitip, pekirlerini yaman görüp bəgen nəsemez, belki ulanın kulu koyup koygan amanet, ula kanda şekilde muşun ada kılıdı. Pekirle savr kılalımını kılanmamdı digendek, imtihan sınak kılış için Allah subhanahu ve taala ulanın kulu koygan amanet, bunun mu hakkını ada kılınışı gerek. Şunun oxşagan ahdiga vafa kılış, bu mu amanet. Özara kılışkan toxtamlağı vafa ra'y kılış, bu mu amanet. Bunun hemmisi amanet. Jığınçakla beytqa vaqtida Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgandek Allah subhanahu ve taala inna aradnal emanete alas semavati vel ardı vel cibal فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ dedi. Yani Allah subhanahu ve taala Adem aleyhisselam'ını yaratıp boğandan keyin Allah subhanahu ve taala amanetini bütün asman zemin kainatlarga tanlagan deydi. Siz bu amanetini kötürelemizler, buna hakkını berelemizler deb. Bunun hakkı nima o dese? Hakkı bunun ra'y kılıp icra kılış, icra kılgan kişiye icra kılganga asasen nurgun mukaffatlarının berildiğanlığı, cennetinin berildiğanlığı. Ama bunun hıyanet kılsa, eksçe onun cezasının bağlığı, devzak olan azaptaydıqanlığını bayan kılga vaxtıda, şu asman zeminle Allah subhanahu ve ta'aladan eyminip, korkup, ey Rabbimiz, biz bunu çocuğa ata kılanmaydı kemmeyiz. Biz ne çoğu iradesiz, sirge devamlı ibadet kılıdığan. Biz halısak onu, halısak bunu kılalaydıgan emez. Belki devamlı sirge iradesiz alette ibadet kılıdığan bir mehluk yarasılı bizni. Bizgi bu amanetini tanrı mesela deb eyminip Allah subhanahu ve ta'aladan korkup, istirham kılıp kubul kılmağın. Bunu tanlaştıki maksat sen çokum kubul kılısa emez. İyi bende. Ey mahluk, sen bunu alsan, bu amanetini alsan, icra kılsan, hakkını ada kılsan, benim hoşunda mükaffatla ba. Ada kılanmay kalsan, bunun cezası ba, deb, ihtiyarını berip, tanlagan deydi. Tallaş ihtiyarını berip, tanlagan. Ama insanga, Adem aleyhisselam'a tanlagan vaxtıda, Adem aleyhisselam, ey Rabbim, bunu kılsam, nime ba bu amanette, kılsam kanda ecri va. Cahide ada kılanmasam kanda ceza var dese, bunu ada kılarsan, sana Allah subhanahu ve taala yaxşı mükafatlarını biri de dünyada eziz mükerrem yaşaysa, ahirette Allah'ın razılık erişip cennet kirse diyen. Ama ada kılanmasan, hıyanet kılsan, bunun cezası var. Dünyada hem khar, zelil yaşaysa, ahirette hem devzak olan azaplanırsa diyen deyken, Adem aleyhisselam kubul kılgan deydi. Şuna ulemalar bu yerdeki amanet nima o dese Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu tercümanı Kur'an ümmetninki alimi, mufassiri boğan Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu bu yerdeki amanet taat diyen, itaat kılış.
Yani insanın iradenin birleşi demekçi. Yani insan halisa itaat kıladigan, halisa itaat kılmaydigan. Ama itaat kılganның mükafatı nima? Ahirette cennet. İtaat kılmay, baştonluk kılıp, yüzünün perverdigarını tanımay, perverdigarı yol koygan, peygamberi ep kelgen risaleni cayri icra kılmışçı. Onun olan azaplanış. Demek muş iradeti deydi ulemalar. Şunu perişteler devamlı ibadet kılıdı. Allah subhanahu ve ta'alaga yaratılgandan tatip ta kıyamet kişiler beşini kütemey, secde kılıp durup ibadet kılgan perişteler var. Ruku kılıp durup ibadet kılgan perişteler var. Kıyamda durup ibadet kılgan perişteler var. Devamlı zikir tesbih eytip Allah Ta'ala'nı uluglap durgan perişteler var. Ama ulanın sübtü ne mi dese? La ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Ola Allah subhanahu ve ta'ala asilik kılmaydı. Ola buyurgan işin çoğu tuluk icra kılıdı. Ola muşu süpetli yaratıldı. Şuna bütün kainat mı? Onun tallaş iradesi yok. Allah bekitken şey. Allah bekitken. Bir kanuniyet var. Şuna bütün kainatın kimi Allah subhanahu ve ta'ala kulçılık kıldıqallıqını bayan kılıp ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefqahuna tesbihahum. Yani bütün kainatta kanda bir nas buludiken o nas Allah subhanahu ve ta'ala devamlı tesbih etip Allah subhanahu ve ta'ala'nı uluglap Allah subhanahu ve ta'ala'nı kemçil noksan süpetlerden paklap munezzeh deb itqat kılıp tesbih etirganlığı ama insanların onu düşünemeydiganlığını bayan kılgan. Demek meyli perişte olsun, meyli bütün kainat olsun, asman zimin olsun, hemmisi Allah subhanahu ve ta'ala kulçılık kılıdı. Ama olanın çoğu tallaş, ihtiyar yok. Bu amanet müşahede müfessir ulemalar bu yerdeki amanetten boğan maksat ne dese insanın tallışı, tefekkür kılış, yaxşılıkını, yamanlıkını bilip öz ihtiyarı olan kadem besişi. Meni bu amanetmiş o. Deb bayan kılgan. Şuna amanetin dairesi biz yukarı diyendek o maddi nese bir insan yani bir insanın nazarda yine de koyup ketken maddi nese gelip kartılmaydı o. Belki onundan başka insanın sıhhati hem nesço bu bir amanet. Şuna ulemalar cemi'u şa'airid din amanetiydi. Dinnin şu arlarının hemmisi, ibadetlerinin hemmisi, Allah buyurgan işlerinin hemmisi şu. İnsana bu amanet bu. Bunu ada kılış gerek. Ada kılış ne buldu o dese? Emin bendilerinin katardım bulap Allah Teala yüzünü cennete öyle mükafatlaydı o. Ama bunu ada kılmığa vakti şu. Amanet hıyanet kılgallarının katarıdın şu. Hesaplanıdı. Yani bu İslam'ınki düşüncesideki amanet. Şu an yukarı digendek bir insanda amanet olan amanet tepilga vaktida amanet bir insan tuluk üç nesininki birbirisiga bağlanışını ettik. Amanet, iman, emn degan sözninki. Bir insanda tuluk iman tepilga vaktida amanetni ada kıla alaydı. İnsan qanday vaktida hıyanet kıladi dese imanı kamil olmagan vaktida hıyanet kıladi. Yani insanda kamil iman emlileşken vaktida amanetni ada kıladi. Qanday bir insan amanetni ada kılgan vaktida bunundan hatırcemlik, cemiyette inak ittifaqlık, muqimlik andiki nasıl buludu. Şuna iman, amanet, em degan üçe yıldızı bir gerçi başka ma'noni ifodalagan bo'lsa-mu, asosiy maqsadi birisining keyindan yana birisi keladi. Iymon tepilmagan kishidichu amanet tepilmaydi. Amanet tepilmagan kishidichu emni aman, xotirjamlik, ishonch degan narsachu buningda bo'lmaydi. Men bu islomninki nazirdagi amanet uqumi bu. Ko'pdan ko'p rahmat ustoz, hamda haqiqatan bu qadar darajada shuning uchun hamda mushundoq keng doirani egallaganligi uchun bo'lsa kerak. Peygamber sallallahu bir hadis var. Eğerde "İza duyiatil amanetu fantazir sa'a." Amanet zayi kılınsa kıyametini kütkende. Elbette bunu nurgun şerhileş mümkün. Biz de sizler için nime için hazırgacha bu amanetni aman derhal zihnimiz kıldıgan bu derecede tarih dairege yığıncaklap koyduk. Bu hazırkıdak kişilerin nazarında amanetni tar dairede maddi nesile gilam
bağlap qo'yish, hatto shu moddiy omonatni mujohid ado qilinmaydigan, o'zi bir musulmon bo'lib turib, namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan bir inson bo'lib turib, hatto kishilarning qo'yib qo'ygan moddiy omonatiga amin bo'lib saqlay olmaydigan, amaliyotda omonat degan ulama emas. Shunda bu qilishning sababi mening nazarimda ularningki omonatningki tushunchasini yaxshi tushunmaganligi, buning xatarini yaxshi bilmaganligi, omonatning nima ekanligi buni bilmaganligi. Chunki omonat degan Payg'ambar alayhisolatu vassalam la imana liman la amanata lah deydi. Omonat yo'q, kishida iymon yo'q deydi. Bu cho'ng bir xatarli ish bu. Yani bir inson amin bo'linmaydi ekan. Boshqalar tarafidan ishonchi qilinib, uningga qo'ygan omonatni joyida saqlay olmaydi ekan, bu odamda komil iymon topilmaydi deydi. Kishilar bu omonatni tar doirada tushunib olganligi ham buning xatarini his qilmagan bo'lganligi uchunchi shunga kishilar omonatni ado qilmaydigan holga kelaylik. Amaliyotda bir inson bir insonni mana asamni saqlab bering deb bagini amaliyotda uni o'zidan bekerak, ishonchlik, muhim, axloqliq, dindor ko'rganlik uchun andikin deydi. Bo'lmasa insonlar o'zining omonatlarini, o'zining pullarini qanday narsa bo'lsa o'zi saqlasa bo'ladi. Ammo mendinmi mushu musulmon, o'zini men musulmon, mu'min deb da'vo qilayotgan mushu kishining qashida tursa, mening bu omonatim zayo bo'lib ketmaydi deb tushunganlik uchunchi shu omonatini olib berib boshqalarning qashiga qo'yib qo'ydi. Va halbuki o insonniki bu omonatga xiyonat qilishi hem shu omonat qo'ygan kishining nazarida buning iymonini da'vo qilishi yolg'on ekan deydigan bir hukmni berdi. Hem jamiyatda o'zidan boshqa hech kimga ishonmaydigan bir holatni shakllantirdi. Shunga yuqori degandek boshqalar qo'ygan omonatni muhofazat qilish en güzel sifat bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu la takhunullah ve rasule ve takhunu emanatikum ve entum ta'lemun deydi. Yani müminler'e hitap kılıp durup Allah subhanahu ve ta'ala ey müminler sizler Allah ve Allah'ın peygamberiga hıyanet kılmanglar. Yani Allah buyurgan ve Allah'ın peygamberi buyurgan bu buyruklarga itaat kılыңlar ki hıyanet kılmanglar. Ve sizler bilip durup sizlarga qo'yilgan omonatlarga xiyonat qilmanglar deydi. Nurun oyatlar qaraydigan bo'lsak Allah subhanahu va taolo innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha deydi. Yani Allah subhanahu va taolo ey mu'minlar sizlarni buyuriydi, nimaga desiz omonatlarni o'z egasiga qaytarishga buyuriydi deydi. Bu yerlik omonat yuqori degandek faqatla moddiy bir narsa emas. Nim bo'lishidan qat'iy nazar u omonat, islomning nazarida omonat deb sanalgan narsaning hammasini shu o'zining egasiga qaytaringlar deydi. Omonatning boshqa yana ma'nolarining qatoridan mas'uliyat degan ma'no chiqadi. Ahdiga vafo qilish degan ma'no chiqadi. Shunga Qur'oni Karimda sura Mu'minunda qad aflahal mu'minun, yani haqiqiy mu'minlar nijotga erishdi deb bo'lgandan keyin oyig'ida bir men sifatdan keyin shu vallazina hum li amanatihim ve ahdihim ra'un deydi. Yani o müminler haqiqiy nijotga erishgan mu'minlar qanday mu'minlar desa, ular o'zlarining omonatlarga rioya qiladi. Omonatlarni saqlaydi, ahdlarga vafo qiladi. Meni bunda mu'minlar bular, nijotga erishadigan mu'minlar degan. Yani mushu ahamiyatni tushunmagan bo'lg'achqa shu ko'p sonliq mu'minlar o'zi namoz o'qigan bo'lsa-mu, garchi ro'za tutgan bo'lsa-mu, o'zini men mu'min deb da'vo qilgan bo'lsa-mu, buning siymasidan bir musulmonning shakli ko'rilgan bo'lsa-mu, shu bir kimga ishonmaydigan, qo'yilgan omonatni joyida topshirib olmaydigan, omonatga xiyonat qiladigan ishlar bugungi kunda ko'rinyapti. Bu omonat islomdagi eng go'zal axloqlarning biri. Shu orqali bir inson islomga vakillik qila olishi mumkin, musulmonlarga vakillik qila olishi mumkin. Bu go'zal axloqlar bilan islom nurg'un millatlarga tarqalgan o'z davrida. Shunda ahdiga vafo qilganlik uchun, omonatga rioya qilganlik uchun,
amanetke xiyanat qilmaganlik uchun, amanatni o'z ahliga qaytarganlik uchun kishilar bularning axloqidan ta'sirlanib, fatih qilmasdan, askar boshlab akanmasdan, bularning go'zal axloqidan ta'sirlanib, nurg'un millatlar musulmon bo'lgan buningki o'z sohasi va bunga kirmaymiz hozir. Shunga kishilar bunga sal qarag'anlik, bu amanatninki xatarni tushunmaganlik sababdan shunga kishilar amanatga sal qaraydigan, amanatning joyida ado qilmaydigan holat shakllandi deb qaraymiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan Rabbimizdan shu yuqorida tilg'ilib o'tgan oyatlardami bu amanatning doirasininki naqadar ko'p bo'lganligiga ishorat bo'lsa kerak. Birlik shaklda ishlatilmay, davomli holda al-amanat, amanatlar deb ko'plik shaklda buning doirasini qancha ko'paysang, yuqorida qilinganidek insonga berilgan boshdagi iymondan tortib barliq har bir a'zorimiz, badallarimizdagi o'zimizning qo'l ilikidagi ishlar hamma narsaninki qanchalik darajada muhim ekanligi ishorat qilingan bo'lsa kerak hamda bir insonning, bir musulmonning Rasululloh masalan shu islomdan burun turibmi, butun keyin islom olib kelgandan keyin dushmanlik qilgan shu katta boshlar Makka mushriklarninki hammasi Muhammadul Amin, ishonchlik, hatto pul mol dunyolarini islomdan keyinmi yahudiylar masalan Rasulullohga omonat qo'yatdi-ku. U qadar ishonchlik bo'lganligidan. Ya'ni ana mushada bir musulmonning yana omonatdor kishining sifatlari haqida bir hikoya yoqqanmiz. Yuqori degandek bu sifatninki bütün kishilarga o'rnak bo'la oladigan Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Chunki Payg'ambar alayhisalom bütün hayotida islom ummatiga o'rnak bo'ladigan, tushirilgan vahiyni eng go'zal tatbiqlagan bir inson. Yuqori tilg'ingandek Payg'ambar alayhisalom yilg'i islom kelgandan keyin jahiliyatlik davrda islom kelishdan ilgarigacha as-sodiqul amin, rostchil, ishonchlik, amonatga xiyonat qilmaydigan kishi deb tanilgan. Mesela bir qissa var mesela. Peygamber aleyhissalatu vesselam 35 yaşlık kirgen vaxtida, yani peygamberlik geliştin 5 yıl burun, Kabe kondurup, çirip, binaları çak getip, kılgandan keyin Mekke müşrikleri, Kureyşler bunu bir yangilash planını kılgan. Bunun ulunu kopurup joyiga kelgandan keyin Hajarul Asvad qo'yilgan yerga kelgan vaqtida her kabile yüzü bu şerefni me alsam, bu şerefki me igi bolsam deb ixtiloflashishga başladı. Men qo'yma degan. Shuning bilan ularning ichidan birisi aqillikdan birisi dediki, bunda mesele hal olmaydi. Hammadan bu şeref men qo'lga keltirsam deydi. Bunun bir çaresi var. Kim Mescid-i Haramning ishigidan hozir kirsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mushu Hajarul Aswadni mushu qo'ysin degan. Hammamiz qalib tursa Peygamber aleyhisselam kirgan. Muhammed aleyhissalatu vesselam kirgan vaqtida hammalar qo'shilib ketgan. As-sodiqul amin, Muhammedul amin deb u kelgan kishining hukmiga tushadiganға o'zi rozi bo'lib bulaqliq. Ammo bu kishining Peygamber aleyhissalatu vesselam bo'lib qolganligidan-chi, texmi xursand bo'lishib ketgan. Peygamber aleyhisselam o'z hikmeti bilan kelib, akaplam Hajarul Aswadni qo'yib yüzü kımmede belki kabilenin hemmisini jığdı etrafına. Jığıp çoğun bir bisatını ekilanlar dedi. Hajarul Asvad onun koydu. Kabilenin hemmisi bu bisatının ki uçudan tuttu. Demek hemmisi şerik oldu. Hemmisi bu şerefçi katnaştı. Bunu kolga keltirdi. Koyduğu ayağa vaktida Peygamber aleyhissalatu vesselam mübarek kulu olan çoğu Hajarul Aswadni elip joyiga qo'ygan. Yani demek Peygamber aleyhissalatu vesselam cahiliyette, İslam keliştin burunmuçu yüzününki emin, işencilik, sadık, rastçil diyen muşu sıfatı ile tunulgan. Bu umum Müslümanlığa, hususen davetçiliği çoğun bir ders bu. İslam'a vekillik kılıdığan, İslam'a başkalarına davet kılıdığan kişiler için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu ahlakı pek mühim. Kişiler bu kişi yalgan gap kılıdı. Bu kişi vədisi xilaflık kılıdı. Bu kişi kılgan vədige xilaflık kılıp vaxtını kemmeydi. Çakırılgan yerge. Dep
bunda atılıp kalgan kişinin sözü kançılık tesir kıldı kişilerge. Keyin kelgende keyin demekçi olsa. Gerçi kişiler uç aldı da damıllım sile ya ki maksum sile nimdavatla özür bunu amel kılmaydı ki Allah'u diyemmigen bilen lisanı makal bilen diyemmigen bilen lisanı hal bilen ço kişiler lima tekuluna ma la tefalun. Özanı kılmaydıgan için demiş ki deysler diyen gep darahal eksitiri bu yani. Şunun için her bir davetçi amanettar buluşu kelek. Amanettar buluş gerek. Bu en güzel bir sıfat. Bu başkalarına söz bilen davet kılıştım burunço. Da've samite. Yüzümüzün emeliyetimiz bilen kişilerge davet kılıp bulduğun bir örnek. Şuna yüzüne emin dep sanaydıgan kişi ço. Oğuluk kılmaydı. Hıyanet kılmaydı. Yüzüne emin dep sanaydıgan kişi zina kılmaydı. Yüzüne emin dep sanaydıgan kişi ahdi vefa kılıdı. Yüzüne emin dep sanaydıgan kişi harak içmeydi. Kıma oynamaydı. Yüzüne emin dep sanaydıgan kişi ço. Ahdi tohtamlağır ayı kılıdı. Yüzü belgen vakitlağır ayı kılıdı. Meni bu vaktıda muşu sıfatlar bilen sıfatlangan vaktıda şu andikin bu hakiki. Emin bir kişi oldu. Bunun imanı muş amanet bilen şu andikin tehimu mükemmelleşidir. Meni bu Müslümanda buluşuk tegişlik bir sıfat. Bugün günde hemimiz gap kılımız. Hemimiz davet kılımız. Bizning davetimizden ağzaki davetimizden bekara bizning ameliyetimiz bizni ko'rgan kishi islomni ko'ralaydigan. İslam bizda aks etalaydigan. Bu kishi axloqli kishi. Bu kishi xiyonat qilmaydi. Bu kishi o'g'irlik qilmaydi. Bu kishi boshqalarning haqqiga tajovuz qilmaydi. Bu kishi g'aybat qilmaydi. Bu kishi suxanchilik qilmaydi degan bu sifatli bo'lgan vaqtida shu. Andiki biz amin bo'lgan payg'ambarning haqiqiy ummati bo'la olamiz. Bu vaqtida undan keyin islomdagi eng go'zal bo'lgan bir sifat bilan axloqlangan bo'lamiz. Payg'ambar alayhissalom degandek amanat tepilganlik uchun biz iymon tepilgan kishilarning qatoridan shu bo'la olamiz. Ko'pdan ko'p rahmat ustoz. Mashhadu shu so'zlarni men texambek ta'kidlash nuqtasidan men bir ko'rmalarımizga bir ikki og'iz gap qilsam. Haqiqatan yani bir mu'minninki men shunda ustozlar cho'ng ustozlar islom dunyosida bir gapni bo'lib bilgan hamda g'arb dunyosida nurg'un xalqimiz yashayotdi. Bir musulmonninki islom dunyosida musulmonlar bor joyda inson bo'lib bilan ba'zi bir xatoliklarga mubtalo bo'lib qolishi bevosita islomga haqorat keltirilmaydi hamda. Ahmad yoki Samad palani xato ishni qilib qopti deb musulmonlar orasida bo'lgan bir ishdan musulmonlar o'z orasida shunday tushundim bu narsani. Ammo bo'libmi musulmonlar osonlik bo'lgan shu g'arb dunyosidagi har bir qarindoshimiz bu bugungi temani haqiqatan jiddiy o'ylash kerak. Deydi-ki u yerda bir musulmon bir aşağıda mayli qanday bir mayli axloqiy jihatdan bir yomon ishni qilgan bo'ling yoki sharikatlaringiz, qo'polligingiz har qanday bir jihatdan yoki ularni qo'yib o'tish masalasi deydigan har qanday bir salbiy bir ishni ularning oldida sodir qilganda bir musulmon, g'arbdagi musulmon har birisi mayli u siz da'vatchi bo'ling bo'lmang, normal bir musulmon bo'ling, amaliyotda islomning bir elchisi u yerda hammasi. Siz o'zingizni men musulmon degan ekansiz, sizning qilgan har bir harakatingizga qarab turib, musulmon degan mushunda bo'ldi deb o'zingizning islomiga oyadagi xalqni, yerlik xalqlarni yoki yaxshi jihatda baho bergusiz yoki salbiy jihatdan baho bergusiz. Hargiz siz bilan Ahmad Samad bilan qolmaydi u yerda. Siz bir xato ishni qilganda musulmon degan mana shu, islom degan mana shu deb islomingizga haqorat qilinishiga sabab bo'lsiz-da, shunga ashilqi qilgan xatoliklar. Shuning uchun bu intayin muhim bir masala. Har birimiz o'zimizni biz dinni nihoyat ko'p bilib ketmasakmi, biz musulmon bo'lib sifatimiz bilan mayli muomala jihatdan bo'lsin, ish harakatlarimiz har jihatda oshchilar ta'sirlanib, chunki butun anglab turmiz u yerdagi tadqiqotga tekshirilgan nimalardan yiliga nurg'unlagan aşağıdaki yerlik xalqninki musulmonlarning har jihatdan omonatga xiyonat qilmaydigan, adab, axloqliq, ularning mediasida, tashviqotida islomni qoralash uchun elib berilayotgan narsaning dal aksida musulmonlik ko'rganligi uchun to'xtabdi bu islom degan nima deb tadqiq qilib, to'rlarga qarab o'qib, islomni tushunib musulmon bo'layotgan nurg'un insonlar bor yani. Shuning uchun har birimiz bu yerdagi xalqimiz butun qilayotgan harakatlarga ajoyib diqqat qilish kerak. Men bir islomning tamsilchisi bu yerda
men bir xato ishni qilsam o'zimning islomimga qari chaplanishiga sabab bo'lib qolaman degan tuyg'uda harakat qilishimiz kerak deb qarayman. Xo'sh, ustozim oxirida shu omonatga xiyonat qilishninki xatarlari haqida bilishga vaziyat qilib o'tgan bo'lsak. Endi bu omonatga xiyonat qilishning xatari yuqori degandek, omonat yo'q odamda payg'ambar alayhisolatu vassalam sahoba deydi, payg'ambar alayhisolatu vassalam qanday vaqtida bir xutba so'zlasa, bizga o'z nasihat qilsa, to'g'rilik so'zni demay qo'ymaydi deydi. Ya'ni la imana liman la amanata la. La imana liman la amanata la deydi. Ya'ni kamil iymoni yo'q, amonati yo'q odamninki kamil iymoni bo'lmaydi degan gapni davomli payg'ambar alayhisalom takrorlaydi bizga. Davomli asl deydi. Yuqori degandek bir odamninki ming odamning ichida qilgan ixlos bilan qilgan ish harakati ming odamninki bir odamga qilgan so'zidan-chi kuchliq deydi. Shunga amal rajulun fi alf rajul aqwa min qawli alf rajulin fi rajul deydi. Bir odamninki samimiy ixlos bilan ming odamninki o'ttirsida qilgan ish harakati, faoliyati, go'zal axloqlari buning ta'siri ming odamninki har xil uslub bilan bir odamgacha da'vat qilib so'zligindan-chi afzal, kuchliq ta'sir kuchliq deydi. Shuning uchun bu omonat yo'qolib ketgan vaqtida yuqori degandek iymon yo'qolib ketadi, kamil iymon yo'qolib ketadi. Kamil iymonmi yo'q, omonatmi yo'q jamiyatda inson o'ziga xotirjam bo'la olmaydi, xotirjamlik yo'qolib ketadi. Shunga biz yuqorida nurg'un oyatlarni dedik. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha va rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Bu buyruq bu. Sizlar xiyonat qilmanglar. Allohga, Allohning payg'ambariga xiyonat qilmanglar. Bu yerdagi Allohning payg'ambariga xiyonat qilmanglar degani Alloh buyurgan, payg'ambar buyurgan buyruqlarni hammasini ijro qilinglar. Ve shundaqla boshqalar tarafidan sizlarni amin kishi deb ishinib qilgan kishining sildikicho ishonchisini yo'qotib o'tmay, bilib turib ularning omonatigacha siz xiyonat qilmanglar degan. Hamda Sa'di radhiyallohu rahimahulloh deydi shu kishilarningki omonat haqida buni ado qiladigan, ado qilmaydigan shu tarafdan 3 turli bo'ladi deydi. Çünkü inna aradna al-amanata ala as-samawati degan oyatning oyig'ida bor bu. Birinchisi munofiq. Munofiq omonatni oshkora ijro qilganda ko'rinadi, amaliyot fursat topsa xiyonat qiladi. İkincisi mushrik. Bu hem oshkora hem maxfiy. Men omonatga xiyonat qilman debchi chiqib ko'rinib turdi. Chunki u mushrikninki nazarda o'zining Parvardigorini tonimagan, Alloh taoloni tonimagan bir insonninki savob bo'ladi, iymonim mukammal bo'ladi degan manda tushuncha bilan omonatni saqlashchi jiroq. Ammo moddiy jihatdan men buning omonatini saqlasam, bundan keyin menga ishonch qiladi, tijoratim ro'naq topadi degandek manda shaklda saqlashi mumkin. Ammo men bu omonatni joyida saqlasam, Allohning buyrug'ini, payg'ambarning buyrug'ini ijro qilgan bo'laman. Buning mukofotini jannatda olaman, iymonim mukammal bo'ladi debchi mushrik oshkora va maxfiy holatda buni saqlashni ham ahd qilmaydi o'ziga, ham o'ziga bu mas'uliyat deb tonimaydi. Uchinchisi mu'min. Mu'min, haqiqiy mu'min omonatni ham oshkora hem kişiler bildiğin emanet olsun, hem hiç kim üzüden başka, hiç kim Allah'tan başka, üzülen Allah'tan başka hiç kim bilmeydiğin emanet olsun. Ya ki üzülen kerindiş bildiğin emanet olsun. Mehfi. Bunun gibi hem çok hıyanet kılmaydı, aşkara emanet kim hem hıyanet kılmaydı diyen. Şuna yukarı diyendek, Müslüman diyen hatalaşmayı demez. Mümin diyen hatalaşmayı demez. Şuna hatalaşkanların en yaxşısı tevbe kılıp yüzünü ıslah kılgallah. Yaxşı amelini kılgallah. Ayette liyuazziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat dedi.
Ve yetuballahu alel mu'minine vel mu'minat ve kânallâhu gafûren rahîmâ vel ayaklaştı. Ayada Allah Teala münafık ayallarını, münafık erlerini, müşrik ayallarını, müşrik erlerini Allah Subhanahu ve Teala azaplaydı. Dedi. Ama aygı da çoğu Allah Teala mümin ayal, mümin ergi çoğu tevbesini kubul kılıdı dedi. Hatalışıp kılıp, amanet hıyanet kılıp, kaynedillam onu oğuşap, Allah Teala olan boğan amanet hıyanet kılgan bolsa, derhal tevbe istiğbar etip, kılvatkan günahdan üzülüp çıkıp, yakşı amellerini kılış arkalık, kerendişi kılgan hıyanet olsun. Onu hakkını ada kılış arkalık, ondan keçirim soraş arkalık, bunu oğuşup alalaydı. Tevbe kılıp alalaydı. Şunun için Allah Teala bu yerde mümin ayalla, mümin erlerinin tevbesini Allah kubul kılıdı. Tevbe kılgan vaxtıda Allah Subhanahu ve Teala hakikaten tevbini köp mağfiret kılgıçı ve mihriban zattır dedi. Şuna mümin degen hatalaşmaydıgan iş yok. Hatalaşıyor ama hatalaşkandan keyin derhal bunu oğuşu velişi bunun hakiki güzel ahlaklık emin edemlikinden çoğu direkt bir adı. Şuna Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki es-sadikut tacirul emin ma'an nebiyyin ve sıddiqin ve şuhada diyen hadis var. Hakiki rastçıl, emin ticaretçi peygamberler bilen, sıddıklar bilen, şehitler bilen beraber koptu kıyamet günü. Bu amanetke vefa kılgan, amanetni muhafazat kılgan kişiye verilgen mükafat. Ama amanet hıyanet kılgan kişiye çoğu yukarıda degendek kişiler bunundan işenciz kalıdı dünyada. Ahirette bunun imanı mükemmel olmaganlık için Allah Teala bunu azaplaydı. Tevbe kılsa Allah Subhanahu ve Teala kubul kılıdı. Mümin bolsa tevbe kılmazsa Allah Teala bunu cezalaydı. Umuman kıpayetken vaxtıda muş amanet götürülüp ketkenlik için bugün günde bir insan yani bir insandan çoğu belki karz vermeydiğin zaya olup kessin ki özünün mal mülkini yani bir kırındışının kaşıda amanet koymaydiğin bu şahaletler şekillendi. Bunun sebebi ne dese yana ahiretki boğan imanınki, kıyametki boğan imanınki, hesapki boğan imanınki, cennet devzaki boğan imanının acizleşidin kep çıkıdı. Hakiki müminler muşini doğru düşensiz çoğu. Hıyanet kılış deydiğin gibi bulmaydı. İslam'ın altın devrige, Peygamber aleyhisselam'ın devrige karaydıgan bolsak, kişilerinki dükkanlarını uç koyup, ketkenliki, öylerini uç koyup, kılıp sanmay turup, besitke cihatlığa ketkenlikini, sihirlerde, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tercih haldarını körüp alalayımız. Nimişka dese, her bir insan, karındışım kömügen bilen, başka bir insan kömügen bilen, mine Allah Subhanahu ve Teala körüp durdu. Bu dünyada harunmağın bilen, menço Allah Subhanahu ve Teala'nın dergahida, kıyamette, bütün halayıkla yıkılga vaxtıdır çoğu, hain dep, cezalanıp, resva olime, Allah'ın cennetinden mahrum kalime, devzik olan azaplanime, diyen imanı müstehkem boğaşkı çoğu. Her bir insan, başkalarının meliga, başkalarının ittitige, başka taraflarga çoğu, küzünü yugurtmaydıgan, her insan yüzüge hatırcam, meliga hatırcam, yaşayalaydıgan bir haletini İslam tarihinde biz beşimizden ötküzgen. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min de 3 katim tekrarlap kimi ya Resulullah kiminin hakiki mükemmel iman etmeydi o dese men la yu'minu caruhu bevaiqah deydi. Koşnesi onun halakiti, palakiti, apıtıdın çoğu, hıyanetinden çoğu hatırcam bulanmağın adam mümin bulmaydı deydi. Yani ben koşnamның kızları, koşnamның ayalları bu oyunun mahremiyetiga muhafazat kılmaydıgan, menden ensiraydıgan, melim mayar koşnam elvalamı ki deydigan korkuncu ola yaşasa, men de çoğu vaxtıda iman bulmaydı ki. Kandak bir koşna, yüzünün koşnasının ki hıyanet kılışıdın, meleki tecavüz kılışıdın ensirse, hatırcam bulanmasa, bu insan hakiki kamil mümin bulanmaydı. O da Peygamber aleyhisselam yüz bayan kılgan. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Güzel de şifa. Kadirli körünmelerimiz
Şuna qilib bugungi 14-sonimizni müşahada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab kelsak buning doirasi inson ta bizga berilgan bu ruh jondan tortib bizga berilayotgan ya'ni qisqacha qilib aytgan vaqtimizda qo'limizda nima bo'lsin yüz obro'yimizdan tutun har bir badanimizdagi a'zo Alloh qiyomat kuni birdan bir ko'zning ne'mati, anglash ne'mati, so'zlash ne'mati hammasi bizga qisqa muddatlik berilgan omonat. Bu omonatga loyiqida shu badallarimizni, shu vaqtimizni, shu jamiyatdagi yüz obro'yimizni, pul mollarimizni, bequvvat oilamizdagi farzandlarimizni hammasini Alloh bizden talab qilgan shaklda ado qila oladikmi, qilolmadikmi? Buning har biriga savol qilinadiganligimizning o'zilam bu bizning qo'limizdagi 4 kunlik omonat ekanligini nurg'unlagan buni kengaytib so'zlash albatta mumkin. Vaqt e'tibori bilan buni hammasida to'xtalib bo'lmaymiz. Lekin umumiy jihatda hammani bu shaklda tushungan bo'ldi qadrli ko'ruvchilarimiz. Mana shu tuyg'uda, shu hissiyotda harakat qilgan vaqtimizda bu narsa kallamizdan, zihnimizdan yiroq bo'lmagan holatda har qanday musulmon chuqur hayotida qilayotgan har bir ishiga diqqat qilish kerak deb o'ylayman. Rabbim bizga bu tuyg'u, bu iymonni ato qilishini tuvanchilik bilan Allohdan so'rash bilan ata Alloh umr bersa boshqa bir temada yuz ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilib qo'yishni unutmasliklarini umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء